Mening qiynapam qizining balasini mush vaqtgacha bir kunmi kongon qilmay baqdi. Mening balamni-chi hozirgacha bir kunmi beqib baqmadi. Mening qiynapam bir kuni tog'da, bir kuni bog'da yurgan. O'ziga o'xshash xotinlar bilan sayohatga berib, rasmga tushib yurdiki, balamni hargiz beqibmi qo'ymaydi. Mening qiynapam men tuqqan vaqtda bolalar cho'ngib ketdi, uzoqib ketdi, bola beqishni unutib qopdimi, qulamga olsam qo'rqavatimi degan odam qizi tuqqanti bir kechada jingpay yurasog'i aylanib ketdi. Mening qiynapam ig'rayoq vaqtimda. Voy jinim qizim, tug'ibdi bersingiz o'zim bir qo'liq boqaman degandi. Lekin nədikini, tug'ma degan kuni do'stlar bilan sayyohga ketdi. Balam tug'ilib hozirgacha sayohati to'xtab qolgani yo'q. Mening qiynapam o'zining qiziga xizmatingiz muhim, xizmatingizga ahamiyat bering deydi. Qizi o'shami bo'sha cho'chay chiqib yurdi, qaytib kelsa deyba so'rin o'ynab yurdi. Qizining bolasini men qiynapam kechami kunduz yenidan ayirmay boqdi. Texi bo'pti qizim yosh bo'lgandan keyin xizmati muhim, xizmatini qilsin, o'ynamasin deydi. Menga kelgan vaqtda balığı degan ona emra bo'lmamaydi. O'zingizning bolasini o'zingiz beqing deb ketdi qo'rg'am egib. Mening qiynapam mushu chechak chiqqanda to'qsinga, jujam pishqanda turpanga, anjur pishqanda otishga berish kerak. Jildi bir qitim Qashqarga Guvchinga bormasa, xotanga berib o'z qo'li bilan dori choylarni apkamisi bo'lmaydi. Voy tega ba'zi vaqtlarda chamg'ir pishibdi deb kalpinga berishim bor. Mening endi chidog'chiligim qolmadi. Bugun men uyda bir o'pto'rang chiqarib, ma ishni oyoq-moyoq qilsam, nojigal olmay ketay. Qizingizning balasi tatib olsa, qizingizning balasini tutib o'tiring. Men o'zimning balasini deb opamning uyiga ketay deb bir jo'da chiqargan bugun. Voy mening parvoyim palak. Qiynapam nada o'ynasin. Voy ular bilan urushib, jinimni ufirtib ne ish qilaman? O'zgirib qopsan birdamda qiynapam balam baqmaydi deb tasqoqshavatqanding. Voy adash, men balamni jo'm mushu Davan Dingshan Xinjiangdagi mush kichik talantlilar dastlabki ma'rif bolalar bog'chasiga opirib bergandim. Shunchalik qulaylik qara. Mush yarasti bilan kirma mashina bilan atdigan ishga bormish. To'shayman. Ishdan keyin yer yastiga tushib balamni aql chiqdim algina. Shu boshqa tinchligimdan oxir qutuldim adash. Hey, bu balamni to'shga yosh kirmagan biletni oshqan balni oshda biriga opirib berdi. Ama qondan xotirjam bo'lding payzgul. Voy jinim do'stim Nochigul, sen o'ylagandan men o'ylamay qolamanmi? U dastlabki ma'rif bolalar bog'chasi adash. Shuni oshqan adimizning uzun yillik yasaytish tajribasi bor qara. Undan keyin mushu bolalarga mos keladigan o'sib yetirishi, o'rganishiga foydali bo'lgan o'yinlar bilan o'ynatlash boqadigan emasmi? Voy biz nerede bolalarimizga yuqori sifatda o'yinlarni o'ynatib hamroh bo'la olamiz do'stim. O'yinni o'ynatadi, minglarni ochadi, lekin men gavchu galadash, o'y degan bolalar ayrim tomoqlarni tujuplab ichib bergan tursak, uyadi bundan nelarni akildi, qanday yarat itidi, bermas qanday xotirjam bo'ldim. Voy jinim Nochigul, men uyga berib tomoqlarni itish jarayonini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ağzım bilan tit baqdim. Bu yerning o'zidan oshxonasi bor ekan, yuqori mushu talab qo'yilgan oshpazlar bor ekan. Voy ular degan mush bolalarningki kundalik mushu ehtiyojli qiladigan ozuqliqlari mo'l bo'lgan tomoqlarni tut vaqt berdi kunda. Ajab yaxshini tip topsanmish, gaplarning qargan chog'da toz xotirjam bo'ldigan birga o'xshaydi, sen xotirjam o'tog'ining qarganda. Lekin adash men aloqalashib baqanda yerlar digina adash, mashkimizga mashinaga bu yerga berib bersak, unda o'tirimiz oyoqliqcha shunda qimmat qunda yerlar. Xotun ya bir balonlarni beqinladi, bozor pul bersa bizga. Voy adash, u bascha sen o'ylagandek emas. Quduqlarligidek darajaga baho adash. Shuni javob bermaymanmi? Mush o'xshash turdagi bolalar bog'chalari gelmiş dastlabki ma'rif bolalar bog'chasi silishtirganda, bas xilla muvofiq keldi. Shunchalik ishonchlik pok. Menga yaxshi adash. Hey, men urushman, uni qilman, buni qilman deb yurguncha, ashak opirib beraymi ya adash? Shunday qila. Voy deb bera qanday aloqalashib ekanman? Agarda mushu Nochigul ishkimizga o'xshash bolasini qanday o'rlashtirishni bilmagan, bolasiga boqadigan, qaraydigan odam yo'qlab qolsa, mushu Davan Dingshan Xinjiangdagi joylashgan mush kichik talantlilar dastlabki ma'rif bolalar bog'chasini alay tavsiya qilamiz. Agar aloqalashmoqchi bo'lib qolsangiz, bizningki jonxorimizga ayrim qat yazsangiz bo'ldi ham, mush inkas rayoniga shu bolalar bog'chasini at qilib qo'yamiz.